Assalomu alaykum, bizning kuzatuvchilarimiz. Mana endi mebelimiz tayyor bo'ldi. Ko'rsalar bo'ladi. Birinchi prihoshka, eshikdan kiraverish. Tegani ochib tashlab ketdi. Dizayni shunaqa bo'lgani uchun. Faqat uyimiz yaxshi hali bitmagan, chiroqlari pashti yo'q. Materiallarimiz hammasi MDFdan, rangi ham ikki xil bo'lgan. Mana eshikni yopib qo'ying, bundan. Rangi ham ikki xil bo'lgan. Materialimiz MDF. Keyin push mexanizm bo'lgan, ruchkasi yo'q hech qaysida. Bosasiz, ochiladi. Polka. Yo'q, tortma ham ruchkasi yo'q. Bu davchi mexanizm. Pushga o'zi davchi qo'yilmaydi, biz qo'ydik chiroyliroq bo'lib turishi uchun, ham tortib olish uchun. Tepasi ham katta. Mana ikki narsalarni o'zi taxlab qo'yibdilar do'dam. Bu ham polka, bu yog'i ham polka, bu yog'ida tortmasi bor, bu yog'ida tortmasi yo'q. Obishniy oddiy polka. Bitta veshilka keyin kelib ko'chadan kelib ilib qo'yishga, bu yoqqa sidenka qo'yib berdik. O'tirib oyoq kiyim kiyish uchun bitta ham mana. Push ham, bu ham push. Patologimiz bitmagan, natijada patolog bo'ladi dedilar. Eng qizig'i bu akam o'zlari boshqa davlatda Angliyadalar internet orqali, cheres internet orqali bizga ishimizni ko'rib, menga ishingni yoqdi deb, cheres karta orqali pul tashab berib, ishlarini mana bitirib berdik. Mana bu ham bir ajoyib narsalar bo'lgan. Unitazimizni xullas hojatxonamizga ham shikob qilib berganmiz. Buni ham dizaynlarni o'zlari tashadilar. İnternetten, Google'dan qattandir olib, bitta mana открытый polkamizni, mana bu eshik. Bu eshigimizning ichi ham polka. Mana tepasi. Beton polka. Hali ana patologlarimiz bitmagan. Hammasi natijada patolog bo'ladi dedilar. Shuning uchun haligacha mana plitada yotibdi, mana oddiy lampochkada turibdi. Mana bu yerda vannamiz. Vannamizga ham shikob qilib berganmiz. Mana bu yerda tegida kir mashina turadi. Bu yerda kir mashina turish uchun joy tashab ketganmiz. Bu yerda ochiq qoladi bu ham. Bunda ham ruchkasi yo'q, bu ham MDF. Mana ichlari katta buni ham. Mana yoniga keyin o'zim narsa qo'yib olaman bundalar. Xo'p, vannani ko'rdinglar, prihoshkani ko'rdinglar, hojatxonani ko'rdinglar. Endi mana bu televizorga tegan. Bu yerda katta bir televizor ilaman dedilar. Mana bu orqadagi talonni ham o'zimiz yopishtirdik. Mana bu polkalarni ham o'zimiz qo'ydik. Mana bu polkalarni. Bu yoqqa televizor qo'yildi, mana buni ham o'zimiz yopishtirib yubordik. Keyin buni ham polni bitta dizaynni olib bizga tashadilar. Xuddi shunaqa bergandilar. Faqat uni rangi boshqacha edi, buni rangi boshqacha. Rangida farqi bor. Mana. Tortmalarimizdan katta tortma. Xuddi o'sha dizayndagi qilib berdim. Rangi boshqacha, faqat bo'ldi shu. Faqat svetimiz yo'q, ozgina yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Rangi qanaqa buni deb. Rangi bittasi mana och, mana hamma boshqacha. MDF, hammasi MDF. Bu yoqqa ham tandem mexanizmni qo'yganmiz, mana tegi ham MDF. Buni ko'rdinglar, mana hammasini o'zimiz yopishtirdik. Bilmadim, bir 10 kunmi, 12 kunda xudo xolis hammasini bitirib berdik-da. Adashmasam 10 kun yoki 12 kun. Keyin ayollarning eng yaxshi ko'radigan joyi kuxonning. Kuxnani ham ko'rsanglar bo'ladi. Men mo'ykani olib kelib berdilar, mo'ykani ham o'zimiz qo'yib berdik. Olib kelib berganlaridan keyin qo'yib berdik, o'zimiz olib qo'ymadik. Stolishnicamiz MDF, hammasi MDF. Mana bular akril. Pasi akril. Mana bu yoni akril, tepasi akril. Faqat mana bular MDF. Ichlari ham MDF hammasi. Bitta qanaqa ochamiz desanglar, mana bu eshik 2 sm katta berilgan, mana pastdan ochiladi. Pastda xud bor, mana pastda tushib turibdi. Bitta mana sushkani ham o'zimiz olib o'zimiz qo'yib berdik buni. Bunlarni bossa ochilmaydi, tegida xodi bor ochishga. Ikkiga mana bu kichkinagina shkafchamiz bor. Ichkan tepasi
Bichkan tepasida endi xud yo'ligi uchun bu yoqqa boshqa ochiladigan qilib qo'yib, bichkalarni ham olib berdilar, biz qo'yib berdik. Mana. Ani polkaga bo'yim yetmadi, uni qo'ya olmadim. Uni endi qo'yib qo'yamiz videodan keyin. Xo'p. Mana qo'yonni yechib ola qolay. Mana bu yerda duxovka turar ekan. Bu yoqda duxovka ayoda turibdi, duxovka turadi, duxovkani tegi tortib. Mana, bu ham boshqa ochiladi. Akril xavasi. Mana bu yerda mikrovalnovka turadi, ha. Bu tepasi shkop, mana tepasi ham shkop. Hammasi tepaga ochiladi. Ichlari katta-katta. Ikkiga mana bu yerda kichkinagina eshik tashlaganmiz, bu yoqda katyol turibdi. Mana katyol. Telefonni olib turing. Mana bu katyol. Bu yerda qanaqa qilib ishlashi mumkin desanglar, mana bu yerda xod qilib berganmiz. Mana bu teshuv. Bemalol mana bu yerdan mana polka olinadi. Olib tashab turib, bemalol ishlab, ichiga katyoldan 3 tasini tiqsa bo'ladi. Mana. Bunda bosiladi, ochiladi. Ichida katyol qarab turadi. Tepalarimiz ham hammasi tepaga ochiladi ekan. Bu yoqqa endi bo'yim yetmaydi. Mana pasi. Pasi ham mana bu yerda mana. Bu yerda ham mana bu bez ruchka. Mana bu yerda profil qo'yganmiz, qora profil. O'sha profilga qarab turib mana bunday qilib ochiladi. Bunda turgan bo'lsa mana. Tortmalarimiz mana gazni tegi tortma mana. Mana shu kattagon tortma qilib berdik. Gazni tegiga. Buni ham hammasini mana shunaqa bosib ochiladi. Push mexanizm, bez ruchka. Qanday mana bundan ochiladi. Mana mo'ygamizning tegi mana. Bu davchi, bunda yopasalar o'zi yopiladi. Bu yerda ham kichkinagina xod qilib berdi. Ishlash uchun. Mana buni ham o'zimiz yopishtirib berdik. Buni orqasi gips karton, ikkiga ana bitishga deydi, nima deydi bilmayman, domlar ekan. Shaxta, ha. Mana. Mana buni ham o'zimiz qo'yib, xullas mana shu hammasini o'zimiz qilib berdik. Mana eshiklarigacha olib kelib, mana ruchkani ko'ringlar, samolyot urib qo'yganmiz. Xo'p. Men o'zim ham spichkamni yopib olib ko'rsatish uchun. Mana bu ham xolodilnikning tepasi. Bu ham mana boshqa ochiladi. Ichi katta shkaf hammasi. Bemalol qasqon deysizlarmi, kartoshka deysizlarmi, piyoz deysizlarmi, nima bo'lsa hammasi shu yoqqa ketadi. Mana bu yerda kichkinagina mayda shuda joyimiz bor. Mana buni zazor, mana buni tashab ketib o'ynayotibdi mana. Nimagaki, buni omini orqasida trubalar bor, ha, bir olam trubalar bor. O'shaning uchun mana buni tashab ketganmiz. Mana ertaga olib ishlash uchun, udobstvo bo'lishi uchun. Mana buni ham yopib berdi. Buni olib tashab turib bemalol olinadi. Buni ham yosh bola ham, yosh kattalar ham bemalol olib foydalansa bo'ladi. Ertaga orqasida nimadir bo'lib qolsa, bemalol ishlatilsa, remont qilinsa bo'ladi. Xolodilnikimiz. Xo'p, yana bitta joyimiz bor, u spalniyimiz. Mana, spalniyni ko'rsanglar bo'ladi. Bitta xonani shkop bilan ikkiga bo'lib qo'ydik. G'isht, devor, gips karton degan narsa yo'q. Открытый polkalar hammasi kitob mana shunaqa mayda-chuyda narsalar turishi uchun. Bu yog'imizni bu xonaga kiramiz. Bu xonaga kirsak, kravat, shkop, tumbalar bilan hammasi turibdi. Shkopimizdan boshlaymiz. Bu ham bez ruchka, mana bu yerda mana xodi bor. Mana bundan qo'l tiqib ochiladi, ichlari katta-katta hammadan. Yopasilar o'zi yopiladi. Bu ham xuddi shunaqa mana. Bunday o'zi yopiladi. Mana shkopimizning ichi. Ichi boshqacha rang, usti boshqacha rang. Chunki o'zlari shunaqa dedilar. Mana bu yerda beshilka, bu yog'imizda polka. Bu yoqda mana bu tortma, tepasi beshilka, mana bu yog'i ham polka. Ikkiga mana bu yerda tumbamiz, kravatimiz. Mana kravatimizning boshini ham ko'rsanglar bo'ladi. Materialni qilib o'zimiz qilib berdik buni ham. Tumba ham tomi boshqacha, eshigi boshqacha. Buni ham bosiladi, mana o'zi ochiladi. Bunday itarib qo'yiladi. Bu ham bosiladi, ochiladi, itarib qo'yiladi. Bu ham xuddi shunaqa. Polni ob'yom olganmiz, bu uylarning uyi. Hamma mebellarni o'zimiz qilib berdik. Xonalarni ham mebelda shkopda bo'lib berdik. G'ishtda bo'lmadi, u gips kartonda bo'lmadi, uni bo'lishni ham bilmaymiz.
Mashina hammasini bo'lib berdik. Doda, u narsani bering endi o'zingiz. Nima deyman? Menga yoqdi, yoqmadi deb chiroyli. Yalanma basda aytamanki bizga gap yo'q. Asosiy egasiga bersin deyaman. Biza shunaqa insonni shu bolalarga yoqsa biza ham yoqqanmiz. Aytibsizlar, o'zi beryapti o'zi положительно. Mana xursandman, rahmat. Faqat shu telefonlaring menga turibdi, biroz so'rasa beraymi yo'qmi? Ikkilanib turibman. Böyle yoqmaydi-da, bersa. Senga deydi shu. To'ppa-to'g'ri. Mana uchun deydi, nimami deydi, nima mendan so'ramadi deydi. Shuning uchun telefonlaring menga qolgan, agar bironta klient chiqsa, shuning uchun men sirada so'rayapman. Nima bo'ladi deyman, beringlar desanglar, pожалуйста. Ya, beravering, bemalol. Mebel zo'r chiqdi. Haqiqatan bo'lsanglar biza o'ynamaymiz. ko'nglimizdagi bo'ldi hamma Bo'lsa, narsa. положительно o'tib beryapsa bo'ldi. Yaxshi kunlarga xizmat Kuchni ham qilgan. zo'r chiqdi kuchni. Просто endi Iloyim aytganingiz kelsin. svet bo'lmaganiga sal so'mliroq bo'lib, xirashira bo'lib tushib qolyapti. Aytganingiz kelsin, doda. Yaxshi chiqdi, hammasi chotki bo'ldi. Egalariga ham yoqdi. Va tegini ham to'g'rilab yubordik biz. Maydadim qilmab dedim, ishlaylar. Ha, yo'q, bizda unaqa narsa yo'q, doda. Baribirda endi juda edi-da. Men tegini ham bundan ko'rsatib qo'ying. Taylagini ko'rsatib yuboring nima edi. Tegiga ham tarot tashlab qo'ygan. Eski vays doda mas teglarni ham qilib berlaring dedilar mana. Biroz o'z gaplari. O'g'lim aytibdi, bilmasam men deb, menga bo'lsa kerak emas. Palasa shunga bo'ldi qara. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Bir xil qaraydi shu. Mayli endi qarang gap, mayli endi. Hammasi zo'r bo'ldi, ideal bo'ldi. Ko'nglimizdagi mebel bo'ldi hammasi. 100% MDF bo'ldi. Mana misol uchun pakani qarang. Ikkita paket tashlaganmiz bu yerga. Chunki ana teshilgan, yevro urilganda ko'rinmaslik uchun splashnoy tashlaganmiz buni. Teshik ko'rinmaslik uchun polni tashlaganmiz yerga. Chunki kirgan odam bittada ko'radi, hamma narsa ko'zga tushadi. Birinchi bu sifatga qaraydi. Qattiq teshilgan, qattiq teshilmagan. Hamma ko'rdim. Mana shu rang bilan, mana shu rang bilan. Buni prosta qo'ydi, mana. Tepa rang bilan achu bo'lib ketdi. Keyin chotga chiqdi hammasi, ideal bo'ldi. Mana pakinishkaga bu kutubxonaga qilib, mana polkalarni har xil qilib ideal qildik. Hammasi bezurishga push bo'ldi. Televizor, kirmoshlar orkasi joylashtirib beraman. Mana Kimga yana shunaqa zakazlik kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana dodam o'zlari ko'rib, tepamizni qildilar. Bemalol qo'li bilagan yigitlar nasib qilsa o'tasiga rahmat. Aytganingiz kelsin, doda. Endi juda bir kamtar insonni bolalar ekanda bular. Rozi bo'ling. Yaxshi kunlarga xizmat. O'g'lingiz bilan gaplashdik, hammasi chotki dedi. Zo'r dedi. Inshaalloh xudo xolis nasib bo'lsa, bo'lib qolsa ham ko'rishib qolamiz dedi. Nasib bo'lsa nima? Ha, bo'ldi dedi. Zimla kruglaya deydi. Ha. Yerdimolor. Nasib bo'lsa. Hammasi chotki bo'ldi. Yangi uchastkalar olsa, unga ham nasib bo'lsa xizmat qilasizlar. Xudo xolasa. Просто ashashani sal anaqa bo'lgani uchun uncha bermayapti. Sog' salomat bo'linglar, like, kommentariyani bosinglar, yaqininglarga jo'natib qo'yinglar. Ustalarlar bosinglar, bitta bo'lmaydi. Bosib tashlaylar, bosib tashlaylar. Mana. Doda endi uyingizni qabul qilib olasiz.